Agar shunaqa joy toping, shunaqa hovli toping, 4 sotiq bo'lsa ham, gazi, svet, suvi bo'lsin deganlarga mana gazni oldi. Mana shu xonadonimiz sotilyapti. 4 sotiq, gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Mahallani bilganlar bo'lsa, like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Xo'jaylg'or Mafaya bu joyimiz. Konstitutsiya ko'chasi. Shu hovlimizda to'liq videosi kerak bo'lsa, shu kommentariyda plus belgisini qoldiringlar. Men sizlarga YouTube orqali silkasini tashab beraman. Bitta xonasi bor, bitta ikkinchisi kuxnya qilgan, hozir bitta kladovka, hojatxonasi. Joyimiz 4 burchak, 4 sotiq. Naryoqdan kotej uyqib, metga zeleniy zonalarni qilib chiroyli qilib olsangiz, lokatsiyasi ham zo'rligini hisobiga narxiga kelsa, narxini 37 ming deb qo'ydik, 4 sotiq. Gaz suv svetidan muammosi yo'q. Bizni kanaldan chiqsanglar, xudo xolasa yana tushirib beradigan joy bor. Sirazi aloqaga chiqinglar. Mana sizlarga yaxshi joydan ulgurib qolinglar. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Manzilga kelsak, Rishtonni Kalsosidan Tamojni tomonga kelganingizda, Qoshqayron tomonga kirib borganingizda, shu Qoshqayronni chorrahasidan sirazi chap qo'lga kirganingizda 400-500 metr naryoqda o'ng qo'lda